Necha uka? 2011-yil nasiya beriladi. Aka ukalar mana juda ham ko'pchilik nasiyaga sipar so'radi. 2011-yil propan gazda, prostoy motorda ekan. Kraskasi qayerda uka? Ana shu yerda, u boshqa joyda yo'q. Ikkita eshikda o'rtasida bor debdi. Yana ko'rib tekshirib olasizlar. Nasiyaga berilar ekan. Nech pul bo'lsa nasiyaga beramiz pulda? 1,5 million bo'lsa beramiz. 1,5 ming dollar bo'lsa nasiyaga berilar ekan. Yangi chexol, poliglar qo'yilgan. Qancha yurgan bu? 121 ming yurgan ekan. Mana bu orqalarning holati. Naqd pulga narxi nech pul? Naqd pul 4 ming bo'lsa beramiz. 4 ta yangi baloncha ekan. Shumka qilingan ekan. Aka ukalar mana egasi nomerini qo'yamiz, ko'rib, tekshirib savdo qilib olishingiz mumkin. 4 ming debdi, 1,5 ming bo'lsa beramiz. Ming bo'lsa ham beramizmi? 1,5-2 mingdan ko'rib aka. Aloqaga chiqasizlar aka ukalar, egasi nomerini qo'yamiz.